Assalomu alaykum. Aziz mo'min birodarlar, mana bizga ham Alloh subhanahu va taolo omonat qilib bir qizaloq berdi. Bu qizalog'im bir sho'x bo'lgan meni qizim, mana o'zinglar ko'rib turibsizlar. Alloh taoloning ne'mati bu. Mana o'zi gapiraman ham deyapti. Hollarini ko'rsanglar, mana Alloh taolo o'ziga yarasha qilgan mana. Faqat chaqir qilib turadi mana. Juda bir erkatoy meni qizim. Bir jiyanim ham bor, meni Muhammad uchun qarab qo'ysin ekan. Mana ko'rishyapti-da, sizni buvalaringiz ko'radi. Machki. Chiqma, orqamga chiq. Men orqamda turaman. Mana deysa, ko'rinib qo'yaman. Hamma mana seni endi butun yer yuzi ko'ryapti mana. Manaqa bir balamut bola borligidan seni ko'rish turibdi mana. Shunaqa ham bola bo'lasan. Sen pastroqqa challayni. Oho, mana meni qizim nimalar qilyapti? Dada deb qo'ying qizim bitta. Dada deb qo'ying qizim. Shaqizi dada deb qo'y. Dada deb qizim. Xullas, nima bo'ldi xulog'ingizga? Dada deb qo'y qizim. Dada deb qo'y. Mana, dada deb qo'y. Dada. Bu. Dada deb qo'y. Muhammad Yusuf beki. Dada deb qo'ying bitta. Dada deb qo'y qizim. Dada deb qo'y. Keyin bitta dada deb qizim. Bo'ling. U so'rashyapti. Bu. Dada. Dada de. Dada de. Dada. Bu. Dada deb qo'y. Mana. Ko'r dada dedingizmi? Bo'ling. Bo'ling endi. Mana, onu berib qo'ying mana. Uncha o'ynamaydi meni qizim. Meni qizim juda bir shunaqa qizda meni qizim. Mayli endi sizlarga shunaqa qizlarni ato etsin deymiz. Allohga hamd sano bo'lsin shunday qizimiz borligidan. Mana tinch o'tiraverasizlar.